65 ming so'mdan 45 ming so'mga tushirilgan botelarimizni ko'pchilik katta razmerlarni so'rab turadi. O'tgan safar yodingizda bo'lsa, kichkina razmerlarimiz qoldirib video chiqardik. Xudo xolasa, hurmatli obunachilar, sizlar so'radingiz uchun bu yandan qarashtirib 40-41 razmerini taxlab qo'ydik. Avval 40 edi, endi 41 razmerim bor. Hurmatli obunachilar, Galasadan yaqin modeldan ketsangiz bo'ladi. Xolasa, mana shu S modellarning asosida bo'ladi. Durishini qarasiz, ichini mexini yo'rtib qo'yasiz. 40-41 razmerlar bor. Galasdan yaqindan ketaverasiz. Xohlasangiz, ina modellardan asosida bo'ladi. Buni durishini qarasiz, chiroyli qarang. Xudo xolasa, hazat 2 yuraverishini mexi issiqqina bo'ladi. Hurmatli obunachilar, bilasiz, eldimizda fevral, mart, xudo xolasa normal salqin bo'ladi. Shu vaqt botelar sizlarga xudo xolasa kerak bo'ladi, yaxshi xizmat qiladi. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa подписчикlarimiz soni mingdan o'tsa, YouTube bizlarga ko'proq funksiyalar ochib beradi ekan. Agar YouTube bizlarga ko'proq funksiyalar ochsa, bizlar xudo xolasa sizlarga ko'proq assortimentlarimizni ko'rsatib berib bilamiz. Shundan ekan, bizlar podpiska bo'lib qo'ying, obuna bo'lib qo'ying, xudo xolasa sizlarga hamma tovarlarimizni obzor qilib borishda xudo xolasa biz davom qilamiz. Hurmatli obunachilar, bu 55lik krossovkalarimizni yana bir ko'rsatib o'tamiz. Hozir ko'pchilik so'raganligi uchun yana ikkita tashladik. Yana ko'paytirdik assortimentimizni. Galasdan yaqin modellardan ketamiz. Masalan, o'tgan safar keladi. Bu modellarimiz yo'q edi. Endi bu modellarimizdan ham kelib qo'ydik. Hurmatli obunachilar, narxi 55 ming so'mdan bo'ladi. Galasadan olib ketaverasizlar. Manzilimiz Urganchda Xanqa yo'lida 9 ning oxirida bo'ladi. Bilasizlar, Xanqadan Urganchga kirib kelaverishingizda o'ng taraflaringizda 2 dona benzin zapravka bo'ladi. Shu benzin zapravkalarni to'g'risida bo'lamiz. Hurmatli obunachilar, yana optim narxlarda oyoq kiyimlar do'koni, xudo xolasa, agarda siz Xanqa tarafdan emas, Bag'at tarafdan emas, Urganchdan yoki Xivadan keladigan bo'lsangiz, Obilgayni ko'piridan to'g'ri Xanqaga qarab torttiraverasiz. Xanqaga qarab kelaverishingizda, aldlaringizda, o'ng taraflaringizda BVM chiqadi, Amonskul chiqadi. Amonskuldan keyin ko'pirdan o'tganingizdan keyin ina shu 2 dona benzin zapravka chiqadi. Birinchi o'rinda Garant Oil ko'rinadi ko'zingizda. Shu Garant Oilning to'g'risida bo'lamiz, chap qo'lida bo'lamiz. Hurmatli obunachilar, yangi gap shu. Bizlar podpiska qo'yinglar, xudo xolasa obunachilarimiz soni mingdan o'tgandan keyin bizlarda ko'proq sizlarga informatsiya berish imkoniyati tug'iladi. Shunday ekan, bizlar qo'llab-quvvatlashda davom qildiringlar, biz sizlarga skidka qilishda davom qildiramiz.